O'zbekistonda mashina tezligini belgilangan me'yordan 80 km/soatdan ortiq oshirganlik uchun haydovchi transport boshqarish huquqidan mahrum qilinishi va 26,8 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu boradagi qonun loyihasi Qonunchilik palatasidagi partiyalar fraksiyalari tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Yo'llardagi xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan yangi javobgarlik choralari qatorida avtomototransport vositasini vaqtincha olib qo'yish bandi ham bor. Bunda ayrim qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etgan shaxslarning transport vositalari sud qarori asosida 6 oydan 1 yilgacha muddatga jarima maydoniga joylashtirilishi mumkin. Shuningdek, transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan yoki mazkur huquqdan mahrum etilgan shaxs tomonidan sodir etilgan yo'l bezorligi uchun amaldagi jazolarga qo'shimcha ravishda transport vositasi musodara qilinishi yoki vaqtincha olib qo'yish jazosi ham amalga kiritilishi nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari, voyaga yetmagan shaxsga transport boshqarishni topshirish og'ir oqibatlarga olib kelgan hollarda aybdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi ham ushbu qonun loyihasidan o'rin olgan. Ta'kidlanishicha, bu o'zgarishlar yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, inson hayoti va salomatligini himoya qilishga qaratilgan.